Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun og'iz bo'shlig'ida joylashgan bodomchasimon bezlar haqida gaplashamiz. Ularning kasalliklarga nimalar olib keladi, o'sha narsa haqida gaplashamiz. Hop, bodomchasimon bezlar og'iz halqum bo'shlig'ida joylashgan bo'ladi. Bodomchasimon bezlarda kasalliklar ko'proq uchraydi. Bu kasalliklarni sanab o'tamiz. Uni o'tkir hamda surunkali kasalliklarga ajratib olamiz. O'tkir kasalliklarga kataralni, folikulyarni, lakunarni anginalarni misol qilib keltirsak bo'ladi. Bundan tashqari surunkali tanzilit kasalligini misol qilib keltiramiz. Hop, o'tkir kasalliklar, kataralni kasallik haqida gaplashamiz. Kataralni kasallik kataral anginalarda bodomchasimon bezlarda shish, qizarish, og'izdan hid kelishi, shunga o'xshash muammolar bezovta qiladi. Bemorda temperatura ko'tariladi 38 gacha. Bu kasallikni keltirib chiqaradigan nima? Keltirib chiqaradigan asosan viruslar. Viruslar adenovirus, Epstein-Barr virusi bunga sabab bo'ladi. Undan tashqari stafilokokk, streptokokk kabi infeksiyalar ham sabab bo'ladi. Kataralni anginadan keyin 3 kun, 4 kun bezovta qildi, bemor doktorga murojaat qilmadi yoki qanaqadir antibiotiklar, protoviruslar ichmadi. Unda bakterial infeksiya rivojlanib, folikulyarni va lakunarni anginaga o'tib ketadi. Folikulyar anginalar bodomchasimon bezlarining folikulyar qopchalarida yiringli yallig'lanishning paydo bo'lishi bilan yuzaga keladi. Bunda ham bodomchasimon bezlar shishadi, kattalashadi, ichida o'lik leykositlar, ya'ni o'sha infeksiya bilan kurashganda leykositlar mikroblar o'ladida anginani teshiklariga kirib qoladi. Oq dog'chalarni ko'rishimiz mumkin. Buni yulduzli osmon deb tasvirlasak ham bo'ladi. Hop, folikulyarni anginani klinikasida nimalar namoyon bo'ladi? Klinikasida bunda ham temperatura ko'tariladi 39-40 gacha yiringni hisobiga. Og'izdan hid kelishi, organizm suvsizlanishi hamda o'sha holsizlik, charchoq, bo'g'imlarda, yurakda, buyrakda og'riqlar bezovta qiladi. Hop, davosiga keladigan bo'lsak, bunda antibiotikni terapiya, protovirusli tabletkalar, og'izni antiseptiklar bilan chayish hamda lor shifokoriga murojaat qilishni tavsiya beramiz. Endi folikulyarni anginadan keyin lakunarni angina haqida gaplashamiz. Lakunarni angina o'sha kriptalarni ichidagi yiringlar bir-biriga qo'shilib katta yiring bo'lakchalarni hosil qiladi. Bunda bu bo'lakchalar juda qattiq, juda kuchli og'riq, tomoqda juda kuchli og'riq beradi. Bunda ham klinikasida namoyon bo'ladigan holatlar temperatura 39-40 gacha ko'tarilishi, og'izdan badbo'y hid kelishi, og'izni ochishda, yutinishda bemorda qiyinchilik tug'diradi. Hamda bo'g'im va yurak sohasida, buyrak sohasida og'riqlar bezovta qiladi. Hop, folikulyarni angina, lakunarni anginalarni davolamasa nima bo'ladi? Davolanmasa bu organizm uchun juda xavfli asoratlarga olib keladi. Asoratlarga keladigan bo'lsak, asoratlar yurak miokarditi, shilliq qavatining yallig'lanishi hamda buyrakda o'tkir yallig'lanish kasalligi, revmatizm kasalligi hamda paratanzillar absesgacha olib kelishi mumkin. Paratanzillar absesda bemor statsionar sharoitda yiring kesib olib tashlanadi hamda kuchli antibiotiklar bilan lecheniya qilinadi. Paratanzillar absesgacha bo'lgan davrgacha tomog'ini yuvib, antibiotikni boshlab, uy sharoitida bo'lsa ham odam o'zini o'zi qilish kerak, davolanish kerak. Hop, endi surunkali tanzilit haqida gaplashamiz. Surunkali tanzilit bemorlarda tomog'i yiringlashib, bir yilda 5-6 marta yoki undan ko'p marotaba bezovta qilishi sabab bo'ladi. Hop, bularga sabab bo'ladigan narsa o'sha har tomog'i og'riganda kriptalarning ichida, anginani, folikulyarlarning teshiklarining ichida qolib ketgan yiring bo'lakchalari bunga bezovta qiladi. Har safar o'sha narsa yallig'lanish chaqiraveradi. Shuning hisobiga xronический qaytalanuvchi surunkali tanzilit deyiladi. Bu bemorlarga nima tavsiya beramiz? Bu bemorlar o'sha har 2-3 oyda lor nazorati bo'lib turishi kerak. O'sha kriptalarning ichida yig'ilayotgan toshchalarni yuvdirib turishi kerak. Kriptaning ichidagi hamda
o'zi ham uyda og'iz bo'shlig'ini har ovqatlangandan keyin og'iz bo'shlig'ini chayib turishi kerak. Xo'p, bu narsalar samara bermadi. Unda nima qilamiz? Bu narsalar samara bermasa, unda anginani, bodomchasimon bezni bezni tagi bilan olib tashlaymiz, kapsulasi bilan olib tashlaymiz. Bu amaliyot tonzilektomiya amaliyoti deyiladi. Buni faqat lor shifokori qiladi. Xo'p, tanzilitning asoratlarini oldini olish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Tanzilitning asoratlarini olish uchun sovuq sharoitdan saqlaning. Hop, immunitetni ko'taring, yaxshi ovqatlaning, hamda o'sha karies hamda burun kasalliklarini o'z vaqtida davolaning. Bu kasalliklarni uy sharoitida davolanmang, faqat mutaxassis ko'rigiga murojaat qiling. Tavsiyamiz shular. Desak, agar sizda shu va shunga o'xshash muammolar bezovta qilsa, bizning klinikamizga tashrif buyuring. Bizlar qo'ldan kelgancha yordam beramiz.